Shahrisabz tumanining olis va tog'li Sarchashma mahallasida o'tkazilgan yoshlar festivali ham minglab yigit-qizlar bilan bir maqsad atrofida birlashtirdi. Shahrisabz tumanining Sarchashma mahallasi tuman markazidan 70 km, viloyat markazi Qarshi shahridan esa taxminan 150 km uzoqlikda joylashgan. Biz turgan manzil Shahrisabz tumanidagi Sarchashma mahallasi tuman markazidan chamasi 70, viloyat markazi Qarshi shahridan esa taxminan 150 kilometrlar uzoqlikda joylashgan. Kurash bo'yicha, futbol bo'yicha, shaxmat turlari bo'yicha yoshlarimiz yuqori o'rinlarni olib kelmoqda. Shaxmat, yengil atletika bo'yicha, yugurish bo'yicha 5 ming qadam loyihasi bo'yicha qatnashdik. Shuni xitobidan ko'proq bilishni istaymiz. Jonajon Sarchashma qishlog'imizda yoshlar festivali bo'lib o'tyapti. Bevosita